bizni to'g'ri iqtisodimiz bor. Ko'pchilik islomiy iqtisod deyapti. Hozir men unga qarshiman. Islomiy iqtisod degan narsa yo'q. To'g'ri iqtisod bor. To'g'ri iqtisod kapitalizmni ham, sotsializmni ham eng to'g'ri narsasini o'rtaga qo'yib beradi. Kapitalizmdan to'g'ri narsalar bor. O'sha Karl Marx misol keltirgan narsa sarmoya odamlardagi munosabatni faqat buzadi, o'shaning uchun olib tashlash kerak degan. Kommunizmni shundan u taklif qilgan. Shuni sekin-sekin borib shu $100 degan asli keragi yo'q, qaranglar degan. Aylanib chiqib hammani qarzi buzdi, buni olib tashlasak degan kommunizm bo'ladi. Tekinga ishlasa bo'laveradi degan. Bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Biz o'sha sherikchilikda to'g'ri iqtisodni amalga oshirishimiz kerak. To'g'ri iqtisodni amalga oshirsak, sherikchilikda foyda bor. Ikkitadagi foyda, uchtadagi foydadan kam. Uchtaning foydasidan 4 tani foydasi katta bo'ladi. Kengaytirib boraverish kerak. Faqat o'zingizni aurangizni, o'zingizni imkoniyat, ya'ni sharoitingizni hisobga olib kengaytirish kerak. Yozuv-chizuv nuqta-nuqtasigacha qilinsa, masalan bir ish qilyapsiz, ishlab chiqarish. Xitoydan sarmoya olib kelinadi, seriyo olib kelinadi, falon kishi sarmoya tikiladi, pistonchi oylik oladi, falonchi mehnat qiladi, sherik shunaqa. Yozish kerak, detalni. Bitta misol aytaman sizlarga, ya'ni javob berasizlar. Juda ko'p odamda shu xatoni ko'rdim men. Iqtisodni tilini bilmagani uchun shu ishni qiladi. Ikkita sherik ishlayapti. Bitta sherik aytadiki, menga deydi oylik yozib qo'yaylik deydi. Oyiga 10 million oylik yozib qo'yamiz deydi. Foydani sherik bo'lishaveramiz deydi. Shunaqa ishlaganlar bormi ichingizda? Ko'p a? Bor a? O'sha bo'lmaydi. Nimaga desa, foydaga sherik bo'lgan odam oylik ola olmaydi. Oylik olgan odam foydaga sherik bo'la olmaydi. Sheriklar o'rtasida kimdir foydani naqd yozib qo'yib, ya'ni uni kafolatlab, garantiya qilib qo'yadi. Unga naqd u. Oyligini naqd yozib qo'ygandan keyin nariga sherik zarar ko'rsa, bu zararsiz chiqib ketaveradi. Chunki oylik turibdi uniki. Tushundingizmi? Bu zulm sherikka. Juda ko'p odamlar shunaqa qiladi. Hatto ba'zilar nima deydi? Siz bir joyda ish qilyapsiz, shu bino sizniki. Shu binoda nimadir biznes qilyapsiz. Binoni arendasini menga to'laysan, biznesingga sherikman. Shu ham bo'lmaydi. Nimaga? Chunki siz arenda bahonasida foydangizni kafolatlab olyapsiz. Zarar sizda yo'q. Nima bo'lsa, foyda bo'lsa sherik bo'laman, zarar bo'lsa menda anaqa yo'q. Zarar yo'q. Risk yo'q. Yo'q. Kirib bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Foizni o'zgartirish kerak. To'g'risi shu. 50-50 qilmasin, bino mendan, joy mendan, meni joyimdan foydalanamiz, ha, bo'ldi. 60 ga 40 ishlaymiz. Mana bu to'g'ri bo'ladi. Al-ajru va-daman la yajtami'an degan qoida bor bizning qadimgi iqtisod tilimizda. O'zbekchasiga oylik bilan zarar qo'shilmaydi, bir-biriga jamlanmaydi. Sizni zavodingizning qorovuli oylik oladimi? 10 million so'm oylik oladi qorovul. Unga 10 million so'mni berasiz, zarar ko'rsangiz ham. Sizda haqqingiz yo'q. Qorovul kechirasiz, men bu yil zarar bilan chiqdim, sizga oylik bermayman deya olmaysiz, mumkin emas bu. Chunki u sizni foydangizga sherik emas u. Unga oylik berishingiz kerak. Endi sherik, endi do'stim to'g'ri tushun, men oylik olib turaman deyishga haqqi yo'q. O'sha bilan bir xil. Tushunarlimi? Bahonada buni men aytib oldim. Ko'p joyda aytayapman, juda ko'p odam aytayapti, shunaqa ishlaymiz deydi. O'zini mashinasini biznesda xizmatga tikib qo'yadi-da, mashinasiga alohida pul oladi. Meni mashinam ishlayapti-ku deydi. Unaqa qilmang. Sheriklikda hissada o'ynang, hissada. 50 ga 50 emasda 60 ga 40, 45 ga 55 qiling. Bu bilan siz muhimroq, sarmoya muhimroq bo'lsa, sarmoyador pulni ko'proq olsin, foizni. Mehnat muhimroq bo'lsa, mehnat qilayotgan ko'proq hissa olsin. Ana shunaqa to'g'rilab qo'yilsa, sherikchilik yaxshi bo'laveradi. Boshida pul tikkanda ikkalasi bir pul tikkan bo'lsa, endi kimdir
ish qilish kerak ularga o'sha qilgan pul olmaydi. Yo'q. Sherikchilikda foyda kelishuv asosida bo'laveradi. Foydani o'zgartira olasiz. 50 ga 50, 60 ga 40, 90 ga 10 almashtira olasiz kelishuvda. Zararni kelisha olmaysiz. Zarar nima asosida bo'ladi? Kim biladi? Ha, to'g'ri. Zarar tikkan pulingizni miqdorida chiqariladi. Zararni aniq belgilab qo'yilgan. Siz mabodo zarar bo'lib qolsa, tabiiy zarar u. Sun'iy siz tomoningizdan yoki sherik tomonidan qilingan zararni to'laydi 100%. Kim xato qilgan bo'lsa. Uni aybi bilan bo'lsa to'laydi. Masalan, nasiyaga berma dedingiz, nasiyaga berib yubordi. Mana uxlatib ketdi. Senga berma deganman men. Shartnomada yo'q bu. Sen to'laysan deysiz, haqqingiz bor. U zarar emas u. Buni xatosi. Lekin tabiiy zarar bo'lsa, qanday bo'lsa, siz deylik 50 ming tikkansiz, u ham 50 ming tikkan, 100 minglik biznesda zarar ko'rdingiz. 50 yillik bo'ladi zarar. Ana u odam 60 ming tikkan, siz 40 ming tikkansiz. Zarar 60 ga 40 bo'ladi. Siz 90 ming tikkansiz, u 10 ming tikkan. 100 minglik biznesda. Zarar 90 ga 10 bo'ladi. 100 ming siz tikkansiz, bu mehnat qilgan faqat. Nima bo'ladi? Muzorabada nima bo'ladi? Pul tikkan pulga kuyadi, mehnatga kuyadi. Shuning uchun zarar aniq belgilab qo'yilgan. Foydani kelishaverasiz. O'shaning uchun siz mehnatga ko'ra pulni bir xil tikdi-ku, ha. Lekin men ko'proq mehnat qilyapman. Sen mehnat qilmaysan, men mehnat qilyapman, ha. Demak, 55 ga 45 o'ynaymiz. Deyishga haqqingiz bor. Mana bu yo'l bilan yetish kerak. Bunda ham risk, ham tavakkul, ham foydaga haqli bo'lasiz.